Ajrimdagilar yarashib ketadimi degan mavzu bo'yicha ko'ring degan ekan. Ajrimdagilar yarashib ketadimi degan mavzuda ko'ramiz hozir. Ajrimdagilar yarashib ketadimi? Birinchi variant, ikkinchi variant. Faqat bitta o'sha savol tushadi bizga. Faqat bitta savol. Ajrimdagilar yarashib ketadimi? Bismillah. Ajrimdagilar birinchi variantdagilarga qarshiliklar ko'p, rosa yarashib ketishi, shunaqangi to'siqlar, kuchli to'siqlar, yo'llar yopib tashlangan bu insonlarni, birinchi variantni tanlagan insonlarning ajrimdagilar. Xo'p, dalshi. Ikkiga bo'linib qolgan. Vayronagarchiliklarga uchrayapti. Qanaqadir ayollar sababchi bu insonlarga. Yoki qarshiliklarga qanaqadir bir ayollar sababchi. Yarashuv bo'ladimi? O'ylovlarda qolgan, siqilishlarda qolgan erkaklar bo'lsa ozgina ichyapti ham, ichkiliklarga ham berilgan ozgina. Xo'p, yarashuv bo'ladimi? Qarshiliklar bor, ketyapti bu inson. Istamasada kimlarnidir maslahati bilan, kimlarnidir turtkisi bilan, kimlarnidir didi-kudisi bilan ketyapti bu inson. Qanday dokumentalni sud ishlarimi yo dokumentalni ishlarimi, shunaqa mol-mulk ishlari ham bor bu insonda. Qarorlarni qat'iy olgan kimnidir yaxshi ko'rishi bor. O'ylaganda juda ham jozibali, chiroyli tasvirlarga ega bo'ladi. Xo'p, yana yarashuv bo'ladimi? Yarashuv bo'ladi deyapti. Faqat uzoq muddatda o'sha oltita qarshiliklarni yengib o'tishagina yarashuv bo'ladi. Bo'ladi, oltita qarshiliklarni yengib o'tsa, birinchi variantdagi insonlarda hozirda vaziyat og'ir bo'lsa-da, kelajakda albatta yarashuv bo'ladi. Faqat o'sha nimalarni yengib o'tish kerak, o'zida g'ujur bo'lish kerak, o'zida istak bo'lish kerak salgina. To'siqlarni yenga biladigan inson bo'lish kerak, jasorat bo'lish kerak, oilasi-ku axir. Ikkinchi variantda qat'iy qarorlarda turib olgan ikkinchi variant tanlagan insonlarimiz qanaydir qarorlarni qat'iy ushlab olgan. Yarashuv bo'ladimi? Yana qarorlarni qat'iy ushlab olgan. Xo'p. O'qituv bor bu insonga, jin kartasi mana tushlarida vasvasaga uchrab chiqyapti, boslig'ib chiqyapti, har tomonlama yomon tushlar ko'ryapti bu inson. Ikkilamchiliklarda ikkita yo'lda o'rtasida qolgan bu inson. O'qituv bor bu insonga. Ikkinchi variant tanlaganlarimizga o'qituv bor. Xo'p, o'qituvlarni yechsa, yarashuv bo'ladimi? Albatta, o'qituvni yechsa, yaxshi kunlari keladi, yarashuvlari bo'ladi. Oilasi bilan yana baxtli hayot kechirib ketadi oilasi bilan yana. Faqat qat'iy bu insonda ham to'siqlar chiqqan. Albatta to'siq chiqishi chunki bu yerda o'qituv chiqqan. Pul masalasi bo'yicha ham birozgina tortishuvlari bor bu insonning, qanaydir muammolari bor bu insonda. Xo'p, yarashuv yana o'qituvlar olsa rezultatlari bo'lsa bo'ladimi? Bo'ladi, yarashuv bo'ladi bu inson. Faqat rezultatlarni olib tozalatib o'qisa, ikkinchi variantdagilarimizni oilasi bilan yarashib ketishi bor. Shaxsiy o'chirim uchun WhatsApp nomerimni qoldiraman, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.